Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan data analitiklar mahalliy va global bozorda qancha daromad topishi va bu bosqichga qanday yetib kelishini ko'rib chiqamiz. Bugun biz quruq gaplarni emas, real raqamlar haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin o'zimiz haqimizda qisqacha tanishtirib o'tsak, Mab Academy O'zbekistondagi yagona data analitika sohasiga ixtisoslashtirilgan akademiya hisoblanadi va Microsoftning rasmiy hamkori. Bundan tashqari 80% dan ortiq o'quvchilarimiz mahalliy va xalqaro loyihalarda ishlab kelishmoqda. Ko'pchilik IT ga kirishni xohlaydi, lekin qaysi yo'nalishdan ketishni bilmaydi yoki yillarini sarflab oxirida bozorda talab yuqori bo'lmagan mutaxassis bo'lib qolishdan qo'rqishadi. Lekin bu ularning aybi emas, sababi hozir an'anaviy ta'lim tizimi bozor talabidan orqada qolgan. Hozirgi kunda data analitika sohasini Mab Academy'da 6 oyda o'qib bitirgan o'quvchilarimiz $400 dan boshlab ishlarini boshlashyapti. Bundan tashqari, bular $400 da to'xtab qolmaydi, ya'ni $400 dan $1,500 gacha topishyapti. Yaxshi natijaga erishish uchun sizga real ishlaydigan tizim kerak bo'ladi va bu tizimni hozir Mab Academy misolida ko'rib chiqamiz. Misol uchun, o'zimizning o'quvchilarimiz $400 dan boshlab oylik olishadi va bular orasida $1,500 gacha oylik oladiganlari ham bor. Bu hali mahalliy bozordagi holat. Xalqaro bozorga qaraydigan bo'lsak, u yerda Mab Innovation xodimlari $3,000 dan $5,000 gacha oylik olib kelishyapti. Ya'ni umumiy olib qaraydigan bo'lsak, siz data analitika sohasi orqali $400 dan $5,000 gacha oylik olishingiz mumkin. Lekin bu natijalarga albatta birdan erishilmaydi. Buning uchun ma'lum bir yillik tajriba va real ishlaydigan tizim orqali yetib kelinadi. Data analitik bo'lib qancha daromad olish mumkinligini ko'rib chiqdik. Lekin bunga yetib kelish uchun bizga faqat nazariy emas, balki real loyihalar bilan ishlash, ma'lum bir yillik tajriba va aniq ishlaydigan tizim kerak bo'ladi. Siz boshlang'ich natijaga erishish uchun yillar vaqtingizni sarflashingiz mumkin, lekin bizning tayyor tizimimiz orqali bu yo'lni 6 oyda bosib o'tishingiz va talab yuqori bo'lgan tayyor kadr bo'lib yetishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bu 6 oylik kurs davomida siz 80% amaliyot va real datalar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari siz nafaqat SQL, Python, Power BI instrumentlar, balki biznes muammolarini hal qilishni ham o'rganasiz. Qo'shimchasiga, kurs davomida sizga ishlash jarayonida duch kelishingiz mumkin bo'lgan 1000 ta muammoga yechim sifatida ishlab chiqarilgan roadmap ham taqdim qilinadi. Bitiruvchilarimizning 80% dan ortig'i hozirgi kunda mahalliy va xalqaro loyihalarda ishlab kelishadi. Hatto ular orasida Microsoft va EPAM kabi katta loyihalar ham bor. Bundan tashqari O'zbekistonning ham ko'plab yirik loyihalarda bitiruvchilarimiz ishlab kelishmoqda. Agarda sizga ham bu soha qiziq bo'lsa va o'quvchilarimiz kabi yuqori natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'tib, kurslarimiz haqidagi to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin.